Qiziljonlar, hozir yuz o'xit naborimizni ko'rsatib beraman. iSeul seriyasidan pilingi bilan yuzimni hozir tozalab olaman, chiska qilib olaman. Birinchi galda yuzimizni namlantirib qo'llab olamiz va masha pilingimizni ishlatamiz. Bu pilingimiz krem ko'rinishida bo'ladi. Rangi ham tiniq, oq. Rangi ham yuzimizga surib olganimizdan keyin men hozir bitta qo'l bilan ishlayapman, shuning uchun ozgina noqulaylik bo'lishi mumkin. Yuzimizga surib olganimizdan keyin qo'l harakati yordamida yuzinglarni maksimal darajada mana shunaqa ishqalab chiqasizlar. Qo'rqib ketmanglar qizlarjonlar, bu ishqalaganinglarda yuzinglarni terisi qizarishi mumkin. Bu qizarishi ya'ni sizni pilingiz yuzingizga yaxshi ta'sir qilganidan dalolat beradi. Bu pilingi har doim haftada 2 marta yuzinglarni mana shunaqa generalniy уборка qilib tozalab olishingiz kerak bo'ladi. Kosmetikadan qolgan dog'lar, anaqalarni nima deydi, poralarning ichidan chiqayotgan kirlar hammasi piling yordamida tozalanib ketadi. Mana hozir ko'ryapsizlar, mana shunaqa shu chastlarimda ancha mana anaqalar chiqyapti. Bu qanaqadir g'idir-bidir bo'ladi-yu, qumlarga o'xshagan. Ana o'shunaqa narsa teringizdan bunaqa chiqadi. Ham bu o'sha